CM922F avtograder. Avtograderimizning og'irligi optimal tezligi 40 km tezligi. Dizelimiz 160 kW Euro 2 dizel bilan jihozlangan bo'lib, turbo dizel. Bu 220 ot kuchini beradi. Avtograderimiz полный приводga ega. Bu to'rtga turmas, bizga bemalol 6 kW to'liq privodni bizga bera oladi. Orqa rixlitchilarimiz 5 ta zublar bilan ega bo'lib, bu yo'l qurishda juda qo'l keladi. Oldi atvallarimiz, o'rta atvalimiz va rixlitchilarning boshqaruv panellari juda qulay. Boshqaruv 6 tali skorost, orqaga 3 ta skorost bo'lgani, bu yo'l qurishda, ya'ni yer surishga, ayniqsa oldi atval va o'rta atvalni ishlatishga va rixlitchini baqo'tro ishlatishga menimcha qulay bo'lsa kerak. Asosiy bir qancha projektlar bilan jihozlangan, menimcha 20 taga yaqin bo'lsa kerak. Kechqurun operator ishlashiga juda qulaylik olib kelib beradi. Haydovchi udobstosi uchun ventilyator, undan tashqari konditsioner bilan jihozlangan 20 taga yaqin воздухооборотникdan вообще muzlab tashlashda kerak kabinamizni. Kabinamiz obzor juda keng. Bu haydovchining qulayligi uchun bemalol obzorni hamma tomondan bemalol ko'ra oladi. Ayniqsa bunday katta texnikani boshqarish qiyin bo'lgan paytda kabina obzoriga вообще gap yo'q. Akalar ma'lumotni qiziqsa kuzatish davomida hamma yo'q.